Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Yarkent xarobiylikqa aylangan ko'na shahar qal'asidan xuddi bo'ron chiqqandek osmon palak to'pichang ko'tariladi. Yaqinroq berib qaragan kishi bu chang to'zonlar orasida putlari zanjir bilan kishanlangan minglagan kishilarning yerni ko'lab, to'plarni g'alvirda tosqayotganligini farq etalaydi. Kiyimlari juljul, chiroylari so'lg'un, üstü boshlari to'pidan ayirvoqsiz darajada chong bosgan bu kishilar qoziqda ishlayotgan gunohkorlar edi. Gunohkorlardan 18-20 kishi bir zanjirga chetilgan edi. Har bir zanjirga birdan gundupay nazoratchilik qiladi. Her 10 gündüpayga 15 deb atalgan yana bir gündüpay mas'ul edi. Butkul qoziq ishini maxsus tayinlangan qoziq begit boshqaradi. Gunohkorlar o'sha kishanlangan peti katman g'alvir bilan yer qo'lab, to'p tasqab, qish yoz orom olmay ishlaydi. Har bir zanjirdagi gunohkorga kuniga bir g'alvir terix beriladi. Ularni kunduz ishlatib, kechasi zindonga solib qo'yadi. Eg'ir jazoga hukm qilingan gunohkorlarning urug' tuqqanlari, oila tavobatlari kelib yo'qlashi, yemaklik akilib berishi cheklangan edi. Hatto bir zanjirga chetilgan hamrohlari bilan so'zlashishmi cheklangan edi. Mayli har bir zanjirga mas'ul gundupaylar bo'lsin, mayli o'sha gundupaylarga mas'ul 15lar bo'lsin, kimda-kim gunohkorlarni ishga selishda, urib dumbalashda, atigini ishga chiqib, kashda zindonga solashda ozroqli ish chog'iradigan, rahim shafqat qiladigan, ularmi o'sha zanjir bilan chetilgan gunohkorlar qatoriga qo'shiladi. Shunga ular hech kishiga rahim shafqat qilmaydi. Hatto ularga yumshoqroq talaffuzdimi gap qila olmaydi. Qoziq bo'lsa, Mirzo Abobakrning Mo'g'lay suyarini ilkiga olgandan keyin mol dunyo to'plash yuzasidan ro'yobga chiqqan katta kashfiyot edi. U dastlab Xotan shahrining Ko'ni qal'asini, ondan Qashqar shahrining Ko'ni qal'asini qazdirdi. Endi Yorkent shahrini qazdirib, o'tmi to'shiq qilayotgan edi. U mol dunyo yerismanligida shunchalik rahmsizlik qildiki, shahar aholisiga bir kunlik muhlat belgilab berib, darhol ko'chishga farmon tushirdi. Ozroqli norozilik bildirganlarning kallasini oldi. Susluq qilganlarni xon yorliqiga bo'yintovlik qildi degan batnom bilan zindonga tashladi. Vahimaga tushgan shahar aholisi ko'taralgidek turmush lozimatliklarini elib, asrlardan beri ota-bobolardan miros qolgan uy zaminlarini tashlab ko'chib ketdi va Mirzo Abubakr belgilab bergan joyga qaytadan uy silib makonlashishga majbur bo'ldi. Mirzo Abubakrning mushu qozi qoshirida Qashqar, Yorkent, Xotan qatorliq shaharlardagi necha yuz yillik tarixga ega ne hashamatli qasrlar, katta imoratlar butunlay chiqib tashlandi. Hatto bu balay ofatdan o'sha shaharlardagi mustahkam hashamatlik o'rda qasrlarmi omon qolmadi. Mirzo Abubakr bu ijodiyatidan kutganidan ortiq mol dunyoga ega bo'ldi. Bu shahardagi xalq azaldan oltin, kumush, unchi marvoyatlarini ko'za, kuplarga qochilab, uylarining tegiga ko'mib saqlab odatlangan edi. Mirzo Abubakr buni obdan biladi. Shunga u o'sha vayronchilik badaliga har bir shahardan minglagan ko'zalarga, yuzlagan kuplarga silib saqlangan oltin kumushlarni, unchi marvoyatlarni topdi. Lekin buninglik bilan shukr qilmadi. Gunohkorlarga oshu xarobalarni katman bilan qezib, to'pisini xalvir bilan tosqab, suv bilan chayqashga buyurdi. Chunki ko'za, kuplarga qochilangan narsalar qo'lganda chiqqan bilan ushoq narsalar biror tal tilla, biror tal kumush tanga, uncha marjonlar tosqiganda, suvda chayqaganda ondan ko'zga ko'rinadi. Mirzo Abubakr bu xil usul bilan qazish orqali hisobsiz oltin kumush javohiratlarni tepib oldi.
Çıdıgısız eğir əmgək, tayaq toxmaq və açlıqdan nurgun kişilər ölüb getdi. Mağlay suyerdeki kişilərinin qazıq deyə sözünü ağızdan çıxırış əməs, anlısımı vəhimidən yürüki cığıldaydı. Xalq soyğan piyazdək bob qalğan idi. Bugün Mirza Ababəkri tolum xuşal görünətdi. Qolunu kəynigi tutub qadıyıb alğan idi. Bu qadıyışı bilən əslidimi egiz boyu xuşaməddin yadək egilib ketken əmirlərinin arasında texmi egiz, texmi heyvətlik görünətdi. İşki hayacından yoşurup özünü beparvo göstərishga tirishayotgan bo'lsa-mu, ko'zlarida balqib turgan kulkini yoshirolmagan edi. Shahidani Ko'kildosh bilan Qoziq begi bir-biridan qizg'inishib, Mirza Abubakirga yo'l boshlab Birdamlik oromga buyurilgan gunohkorlar boshlarini töven selishqinicha vahima tashvish chiqib turgan ko'zlarini yerdan uzmay o'tirishadi. Mirza Abubakirni chang to'zanda qolmasin deb vaqtliq ish to'xtatilgan edi. Qarasılar aliylar. Qudratli Tangrining inoyati bilan bu xazinalar o'zini oshkora qildi. Boy echib qarab baqdiq. Hammasining ichida liq oltin kumush bor ekan. Qoziq begi shundoq deginicha qator tizilgan 4-5 gaz egizlikka kuplarning qishig'i yugurib keldi. Shahidani Ko'kildosh Qoziq begining o'z to'pisini ko'z-ko'z qilish uchun bir tarafdan paloqlab, bir tarafdan valoqlab, qilg'ili qiliq topolmay qilishlariga chidamay, hasad, adovat aralash qarab qo'ydi. Kuplarning qishig'i kelib, ichidagi boyliqqa nazar tashlagan Mirza Abubakir amdi xushalligini yo'chiramadi. Odam bo'yidan xeyli egiz chiqadigan 27 dona ko'p qator tizilgan edi. Mirza Abubakir kuplarni tekshirishga buyurdi. Bu küplərinin çoğunluqı şu dərəcədə idi ki, əgər oq və sadaq bağlayan nökərdən birəri işçiga kirsə, bemalal sığatdı. Heç bir yerə taqışıb qalmaydı. Bu küplərinin hər birinin içində birdən çoğ mis abdovu var idi. Abdovunun görünüşü şişi şəklində, boynu uzun idi. Çoğusının uçu abdovunun ağzı bilən təng turatdı. Abdovunun egizligi 1,5 gazdan chiqroq chiqatdi. Gaz uzunluq o'lcham birligi 1 gaz taxminan 40-50 santimetrga teng deb izohatdi. O'sha 27 kupning har birining ichida bundaq abdovdan birdan bor bo'lib, ichiga liq kepak oltin qachilangan edi. Abdovning sirtidagi kupning bo'sh qolgan yerlarga kumush bosh tizib to'shqizilgan edi. Kumush bosh degani har bir bosh 500 misqal kumush bo'lib, o'rnini bir xish qiladi. Ko'rinishi so'qa, o'ttirisi inchga deb izohatdi. Mirza Abubakir bu boyliqlarga bir pas havas bilan qarab turgandan keyin kuplarning hammasini xazinaga yo'tkab, ichidagi boyliqlarni kupning ichiga aslidagidek joylashtirishga buyurdi. Qudratlik Allah egam mağlay suyarni aslida mang buyurgan ekan. Bo'lmasa shuncha vala hisobsiz bu xazina ilgirki hukmdorlar uchirmay mang nisib bo'larmidi? Qibligahimizga ma'lum bo'lg'ay. Mirza Abubakir xiyolini yig'ishtirib, oldiga paypaslab kelgan xazinachi bekka qaradi. Xo'sh, bir abdovning ichidan mana bir parcha xat chiqdi. Mirza Abubakir sarg'ayib ketgan qog'ozni oldirab tenab elib ko'z yugurtdi. Xat solus nusxasida to'lim chiroyli yozilgan edi. Bu boyliqlar Xumar xotunning o'g'lining xatni to'yining xarajatiga tayyor qilingan. Mirza Abubakir go'yo bu boyliqlarning egisi hozirli yugurib keldigandek tuyg'uga kelib, xatning davomini o'qimadi va qog'ozni purlab mahkam siqimdi oldi. Bu Xumar xotun degan kim bo'lg'aydi? Kim bu boyliqlarni uning o'g'lining xatni to'yiga tayyorlagan bo'lg'aydi? Shunchola boyliq sovuq qilg'idek, ol Xumar xotun qandoqroq mazluma bo'lg'aydi? Jahonda shundoq ahmoq odamlar bo'ldi ekan desa, bir xotinning o'g'lining sunnat to'yiga bir xazinani sovuq qilib etadigan. Quyosh bu xarobiylikni hozirli ko'ydirib tashlaydigandek o'tpir ketdi.
Köyük aptapda turmaq təs idi. Mirza Ababəkri gerçi soyvan ostida turayotgan bo'lsa-mu, bu tinchiq bo'liqmi havoga chidaşlıq berolmayotdi. U xazinachi bey bilan Qoziq begining riyosatchiligida ko'plarning ichidagi obtovi bilan ko'mish boshlarni avaylab elayotgan xizmatkorga qarab qo'yib ig'iz ochdi. O'rniga qaytayli. O'rda beg'i salqin edi. Bog'dagi ko'l bo'yiga rastlangan shohona dasturxonning yuzi tizilgan noz-ne'matlardan ko'rinmay qolgan edi. Gerçi so'rinda g'urg'ur shamol esib tursin, ikki mahram Mirza Ababakrini to'xtamay yeb ketdi. Mirza Ababakri bugun tepilgan boyliqning xushalligida barliq amirbeylarga ziyofat bergan edi. Ko'pincha amirlarning chiroylari sharob ta'siridan qizir, ko'zlari xumarlashib ketgan edi. "In'omni ochqinglar." Mirza Ababakrining buyrug'i bilan tang xazinchi bey das o'rnidan turdi. Ayol o'tmay xizmatkorlar 3 patnosni ko'tarib keldi. Patnos nihoyatda cho'ng bo'lib, ichida bir odam o'ltirsa bemalol patatdi. Patnoslarda liqqida tilla bor edi. Har bir patnosni ikkidan xizmatkor aron ko'tarib kelyotdi. Xizmatkorlar dasturxondagi noz-ne'matlarni elib etib, 3 patnosni qator qilib o'tirg'i qo'ydi. Qip-qizil paqirab turgan tillalarni ko'rib, amirlarning ko'zlari tamagarlik bilan paqirab ketdi. "Janob amirlar", dedi Mirza Ababakri amirlarga takshi nazar tashlab. "Garchi bu qitimqi lashkariy yurishimizda chagrak modularda nusratga yuzlangan bo'lsak-mu, o'z kentda mag'lubiyatga yuzlanib, nurg'unlagan bahodir lashkarlarimizdan ayrilib qoldik. Bu mag'lubiyat hargizmi bizning jasoratimizning tovanligidan emas. Balkim o'z kentining yer tuproq sharoitini puxta bilmaganligimiz uchun muqobilimizga chiqqan ul Xo'ja Abdulla Qozi degan mal'unning hiyla ishlatganligidan bo'ldi. Urush deganda yanglish bo'lib turdi. Alloh xolisa pat yaqinda kichikkin o'z kentini emas, O'sh, Andijonni, hatto butkul Farg'ona vodisini tasarrufimizga olg'aymi. Alloh xolisa pat yaqinda kichikkin o'z kentini emas, O'sh, Andijonni, hatto butkul Farg'ona vodisini tasarrufimizga olamiz. Qudratlik Alloh egamning inoyati bilan bugun bizga hisobsiz bir xazina nasib bo'ldi. Birini berishni xohlamagan Tangrim uning o'rniga bugun mingni tumanni berdi. Albatta bu xazinada har birlarining nasibelari bordir. Men hargizmi o'lja g'animatlarni o'nch egilib oldigan undaq insofsizlardan emasman. Qudratlik Alloh egam insofli bandalarga xazinalarni oymaydi. Bu saltanatda nima topsaq tan ko'ramiz. Qani kelinglar. Har biringlar ol tillalardan siqimlar to'lig'icha elib elinglar. Pasibonimiz marhamatlikdir. Bu in'omlar bizga tegil bo'ldi. Yangi xazinada turg'ay. Amirlar maslahatlashib olgandek bir ig'izdan o'zra etib o'rnidan midarlamadi. Ammo hammasining ko'zi o'sha 3 dova tillada edi. "Oz ko'ryotamsizlar?" Mirza Ababakri to'limi yiqimliq kulimsiraydi. So'zida qilchilik ta'addi yo'q edi. "Yo'qso", dedi amirlar boshlarini egib. "Qani bir-birlab kelinglar amisa." Tillani ko'rib ko'ngillariga vasvasa tushgan amirlar o'rinlarida qimirlab o'ltira olmay qoldi. Lekin hech qaysisi avval o'rnidan turishga petinolmadi. Mirza Ababakri qani bo'linglar deganni qilib, to'rt tarafda o'ltirgan amirlarga qarab qo'ydi. Bismillahirrahmanirrahim. Amirlashkar Mirza Qo'shqarbek oshundoq degunicha das o'rnidan turib Patnosning qishig'i keldida kapkurdak yo'g'on alqonlarini tilla dövsiga tiqdi. Ammo daqiq ichida yaqinliq kulimsirab o'ltirgan Mirza Ababakriga loppada bir qarab elib, qo'lini tilla dövsidan ittikli tortib chiqardi. Ha, olqinida bir talma tilla yo'q edi. Shundaqdimi quruq olqinini siqimdab turib Mirza Ababakriga salom berdi. "Oliylarining xotam himmatiga tashakkur.
Uning orqasidan qora divan amri Shohidani ko'kildash keldi. Umi tilla dövsiga olqinini soldi-yu, lekin bir tillami olmay Mirza Abubakirga minnatdorligini bildirib, o'rniga qaytdi. Endi navbat Qoziq begiga kelgan edi. Mirza Abubakir uning bugungi to'hpisini nazarda tutib, to'rda o'tirg'izgan va uningga bir qancha qadah sharob iltifot qilgan edi. O'zimi bugungi to'hpisidan mag'rurlanib va Mirza Abubakirning ko'rsatgan iltifotidan hayajonlanib, jiqroq ichib olgan edi. U kelibli bir siqim tillani oldida qo'yniga silib etib, Mirza Abubakirga minnatdorlik bildirdi. Oliylarning iltifotiga ishqillah. Bu dövrem 27 küp emas, 270 küp xazina qizib elishimizga nasib bo'lg'ay. Qoziq begining tillani qo'yniga sog'inini ko'rib, Mirza Abubakir so'z tatardi, ammo chandurmadi. Endi navbat Mirza Amin Qulbek, Mirza Qosim Dog'lat, Mirza Husaynbek, Mirza Sadirning qushchi qatorliq amirlarga kelgan edi. Bular dastlabda Mirza Abubakirga hamdamda bo'lib, Yorkent, Xotanni ishg'ol qilishda to'hfa ko'rsatgan amirlar edi. Shu sababdan Mirza Abubakir ularni xeyli e'tiborlaydi. Ularni o'zlarini to'hfakor hisoblaydi. Qoziq begining bir siqim tillarni qo'yniga sog'inini ko'rib, ularning nafsi taqildab ketgan edi. Shunga ularni bir siqimdan tillarni qo'yniga selishib, Mirza Abubakirga minnatdorlik bildirishdi. Shu tarzda amirlar bir-birlab kelib tilla siqimdashdi. Ammo ko'p qism amirlar qo'llarini tilla dövsiga tekkizib qo'yib, bir tillami olmay qaytib ketishdi. 3 tilla shu piti ishib qolgan edi. Sorun tamam, deb jakarladi Murasim begi. Amirlar Shayxul Islomga agishib duo qilishdi. Avval Mirza Abubakir, ondan boshqalar o'rinlardan turishdi. Bir-biriga yaxshi tilaklarini bildirishib tarqashdi. Bu chaqda ziminga tun pardasi yeyilgan edi. Shahnishinga yondash selingan xobgohni to'g'rislag'i isilgan shamdollardagi shamlar kunduzdagi yo'ritib o'tgan edi. Mirza Abubakirning chehrida boyatning xush tabassumdan iznami qolmagan edi. Ko'zlari hozirli birini o'limga buyuradigandak dahshatli chekchaygan edi. Bola chaqlari omon qolsin. O'zining kallasini elib, mol dunyosini xazinaga elinglar. Farmon berdirman, dedi yotish begi titrab turib. Mirza Abubakir bir necha daqiqa turib olgandan keyin so'radi. Xo'sh, atijokarchilar shaharda nima deb jar soladi? Albatta O'zkentdagi jangning mag'lubiyatini ularga ortimizda. Ularning O'zkentdagi jangda Farg'ona podshohi Bobur Mirzoning sarkardasi Xo'ja Abdulloh qozi bilan til biriktirganligini qo'shib qo'ysin. Bu o'lim voqeasi haqida kim fitna qiladi ekan, tutib darhol qoziq qaydanglar. Mirza Abubakir bir necha daqiqa turib olib qo'shib qo'ydi. Qoziq begining qoziqda tepilgan xazinaga xiyonat qilganligini qo'shib jakarlig'ay. Bosh ustiga. Chiqinglar. Hozirli ol insofsizlarning ishini tamom qilinglar. Bosh ustiga. Bir chetda qo'l bog'lab turgan sarkarda Qo'shqarbek bilan Shohidani ko'kildash ichida Allohga to'xtamay shukr sanoq etishyotdi. Mirza Abubakir boya Patmusdagi tillalarni siqimdab elib qo'yniga solgan Qoziq begi, Mirza Amin Qulbek, Mirza Qosim Dog'lat, Mirza Husaynbek, Mirza Sadirning qushchi qatorliq amirlarni maxfiy o'ldirish farmoni tushirgan edi. Shu topda ularning Mirza Abubakir in'om deb buyurgan bir siqimdan tillarni olgandan boshqa gunohi yo'q edi. Odatda u bundoq in'om berish murosimini o'rdada pat-pat o'tkazib turadi. Har qitimda tillarni dövlab qo'yib, amir sarkarlarini siqimi to'lg'icha tillar ilishga buyurdi. Har qitimlik murosimdan keyin yo'qolan bahona sabablar bilan bir qancha amirlarning kallasini oladi. Aqlliq, sazgur amirlar bu kallas ilinganlarning in'omni rasmiy yo'sinda qabul qilib olganlar ekanligini his qilishgan edi. Shundan keyin hech kim in'om elishga petinmas bo'lib qolgan edi. Bugun Qoziq begi kayib bo'lg'achqa, uning ustiga 27 ko'p xazina topganlik uchun
o'zini bu in'omni elishga haqliq deb chog'lagan edi. Mirza Amin Qulbay qatorliq amirlarning bo'lsa, Qoziq begining tullarni qo'yniga sog'inini ko'rib, ochko'zligi g'olib kelgan edi. Ozni masjiddan anglangan jarangliq azon ovozi bomdod vaqtining yaqinlashganligidan derak beradi. O'zkentdan mag'lub bo'lib yonganda bo'lib kelgan chiroyli juvonning quchqida kechich farog'at surgan Mirza Abubakri shu topda pushildab uxlayotdi. Juvon kechich kirpik qoqmay chiqqanda qiladi. Chiroyli ohu ko'zlari yig'idan ishib qizirib ketgan edi. U azon ovozini anglab, kechidan beri Mirza Abubakrining devidak bastining ostida chaylangan put-qo'llarini holsiz mitirlatdi. Mirza Abubakriga nafrat bilan qarab qo'ydi. Bugun hamon o'lib ketaman. U olamga jo'nib ketim ketib qolmay yana. Avval g'usl qilib olay. Bu hayvonning uyg'otmasi tushkicha uxlaydigandek alpozi bor. Juvon asta o'rnidan turib, tashqirqi hujrada uxlayotgan og'vatlarning yenidan shab chiqarmay o'tib, yon eshikdan g'uslxonaga kirib ketdi-da, bir jo'gin qo'ynimichilik vaqtdan keyin yenib chiqdi. Og'vat vaqti qilingan haram xizmatchisi deb izohatdi. Su uning oqsuzlik chiroyini boshqacha ichildirib o'tgan edi. Xeyli ruhliq ko'rinadi. U shab chiqarmay menib hujraga kirdi-da, ishini pam bilan yopdi. Kuyib bo'lay deb qolgan bir talshon hujrani g'uvoy yoritib turibdi. Asta berib bo'londagi sandiqning tagiga yo'shirib qo'ygan xanjarni qo'liga oldi. Ondan bir besib, ikki besib qatqa yaqinlashdi. Mirza Abubakri texchilib uxlayotdi. Xanjarni nariga tiqay. Ko'kragimi, keligimi. Ah, Tangrim. Dargohingga bir posiq mal'unning xun qisosi bilan boradigan bo'ldim-da. Gunohimni o'zing mag'firat qilgaysan. Juvon Mirza Abubakrining qo'yuq yo'nqaplagan maydasiga qaradi. Ko'krak qafizi har bir nafas elishi bilan tang ko'tarilib pasiyatdi. U nazarini Mirza Abubakrining geliga og'dirdi. Yong'oqdek cho'nliqdagi bug'doyiga pol tip turardi. Mirza Abubakri tuyuqsiz yeniga o'rildi. Shu hamon qo'li beshida xanjarni nag urishni muqimlashtirolmay tizlinib turgan juvonning yo'tisiga tegib ketdi. Juvonni surbesib xanjar tutgan qo'llari titradi. Ko'zi qorong'ulashdi. Qo'rqma. Nimaga qarab tursan? Necha vaqtdan beri kutgan fursat mush emasmi? G'ayratli bo'l. Juvon o'ziga madad berib turib, xanjarning sepini ikki qo'llab mahkam tutdi-da, beshidan egiz ko'tarib Mirza Abubakrining ko'kragini nishon qilib, zarb bilan urdi. Nihoyat afsus, uning xanjar tutgan yumron qo'llari havoda to'xtab qoldi. Mirza Abubakri uning oppoq bilaklarini mahkam tutib olgan edi. Mushu qushqashdek jining bilan menga qasd qilmoqchimiding dexe? Mirza Abubakri qon to'lgan ko'zlarini chek-chekkinicha zaharxandalik bilan xirildab kuldi. Maqsadiga yetolmaganligini his qilgan juvon pong'ida yig'lab etdi. Mirza Abubakrining kuchlik barmoqlarida mijilib ketgan bilaklarining og'riqini his qilmaydi. Qo'lidagi xanjar allaqachon tushib ketgan edi. Mirza Abubakri boyi juvon o'rnidan turib g'usl qilishga chiqib ketgandala uyg'onib ketgan edi. Odatda uning uyqusi to'liq sagak edi. Har doim birining qasd qilishidan xuliksirabla turg'ashqim kichikkin shapidan uyg'onib ketadi. Boyi o'rnidan turishga xushyoqmay ko'zini yumib yotgan edi. Ativoringni qilib, haramga akirib 9'ingni tal qilib bersam, bildirgan tashakkuring mushima? O'zini xiyli tutib olgan juvon Mirza Abubakriga nafrat bilan qaradi. Sen tashakkurga loyiq emassan. Erimni o'ltirib,
Yurt makanımni xonu vayron qilgan sendek mal unga tashakkur bildirsam, hayvon bo'lib ketmamdi men. Mirza Abobakri O'zkentda Xo'ja Abdulloh qozidan qattiq yengilgandan keyin lashkarlarni chekindirgach, uchirg'anligi yez qishloqlarning aholisini poda haydagandek haydab, Yorkentga ko'chirib kelgan va o'sin jamoli to'lmi chiroyli bu juvonga ko'z tushib, harmiga akirib olgan edi. Tunigun Kash Qoziqbegi qatorliq amirlarni o'ltirishga buyruq berib bo'lgandan keyin kutmaganda qo'liga kelgan 27 ko'p oltin kumushning hayojonida uyqusi kelmay yana birdam sharob ichdi. Shu orliqda kepak oltin qachilangan oblodan chiqqan Xumar xotunning o'g'lining xatni to'yiga tayyorlandi degan xat esiga keldi. Ko'pchilikda Xumar xotunni ko'z oldiga keltirib baxti. Oshuncha vala mal dunyo sovuq qilishga arzigidek u ayolning cho'qim tangdoshsiz bir go'zal ekanligini jazmlashtirdi. Shuning bilan birdinla shahvoniy nafsi qo'zg'aldi. Harimidagi to'qal kinezaklarni bir-birlab ko'z oldiga keltirdi. Birdinla O'zkent yurishida qo'lga tushgan bu juvon yodiga kelib haramga kirgan edi. Elimi yeydigan rizqim, ko'radigan kunim bor ekan. Allohga 100 ming qatla shukr. Beni g'aflat besib bir zaharli yilonning quchqida yetibdi men emasmi? Uni hayot qoldirib qo'ydigan bo'lsam, hamon bir kuni jinimga qasd qiladi. Bo'lmasa, ajoyib o'z kasobat edi. Hamda bunday go'zalni uchirtishim mumkin emas. Mirza Abobakri yulib tashlayotgan giyohdek so'lishib turgan juvonga qiymagan holda bir bas qarab turgandan keyin tushib ketgan xanjarni qo'liga oldi. Menga emas, o'zingga qilding. Mirza Abobakri juvonning chechidan qamallab turib yerga bosdi. Juvon qilchilik qarshilik ko'rsatmadi. Turqidan o'limga tayyorlanib bo'lgandek qiladi. Mirza Abobakri uning tatirib ketgan bo'lsa-mu, yanada go'zallik jazibasini yo'qotmagan chiroyiga bir necha daqiqa qarab olgandan keyin qosh teshidek suzuk oppoq bo'yniga rahimsizlik bilan xanjar urdi. Qaysing ba? Yugurib kirib kelgan og'vatlar Mirza Abobakrining yuziga chachirgan qonni ko'rib, qo'rqib dir-dir titrashdi. Suv tayyorlash. Og'vatlarning ikkisi uning yuyinish uchun suv tayyorlashga, qolganlari katta suvga aylanib yotgan juvonning jasadini bir taraf qilishga kirishdi. G'uslxonadan pokiz yuyinib, beshiga oppoq salla, uchisiga oppoq shoyiton, tambal kiyib chiqqan Mirza Abobakri shu topda umrda chumolligimi azor bermagan yavash bir mo'minga o'xshab qolgan edi. U og'vatlar selib tayyorlab qo'ygan joy namozga kelib, bomdod namozini o'qishga kirishdi. Namozdan keyin qo'lini egiz ko'tarib, uzundan uzun duo qildi. Ey yagona qudrat egisi, har qachon dargohingni sig'inaman. Do'zaxingdan qo'rqinchim bor. Jannatingdan umidim bor. Bilib bilmay qilgan gunohimni afv qilg'aysan. Mirza Abobakrining duoga ko'targan alqonlari titraydi. Ko'zlaridan taramlab oqqan yoshlar qo'yiq soqollari orasiga singib ketib boradi. Samarqand shahrining sharq tarafidagi bog'i Dilgusha bugun boshqacha qizib ketgan edi. Bog'ning o'ttirisiga silingan 2 qavatlik ashamatli qasrdan yangragan naqshsoz ovozi shuncha yo'g'on bog'ni bir olgan edi. Sarayning birinchi qavatidagi tomlardagi ayni yillari buyuk istilochi Amir Temur Ko'raganning Hindiston yurishi madhiyalanib yozilgan turli xat nusxasidagi madhiyanomalar va oltin siy bilan hal berilgan turli naqsh bezaklar ko'zga alohida chiliqqatdi. So'rinning to'rt tarafida 42-43 yoshlarning qarasini olgan Sulton Mahmud Mirza qalti putlarini oldiga so'zganicha paryostiqqa yo'linib o'ltiradi. Sharob ta'siridan xumarlashgan ko'zlaridan shahvat uchqundaydi. Dixmaq barmoqlarini musiqining ritmiga moslashtirib, yo'tisiga shaplaqliganicha dutar, tambur, qalun, ravob, dab qatorliq sozlarni chelib naqsh to'layotgan naqshchilarga
jör bolup naqsh to'lavatadi. Sorunning o'ng sol tarafida o'tirishgan Amir Baglamu uningga agishib og'il-tog'il to'lishadi. Shu topda xudini yo'qotgan bu bir top masla xuddi saranglarga o'xshab qolgan edi. Sorunning o'ttirsida yerim yota oyolchi kiyingan, ko'zlariga surma surib, mang'izlariga anglik, tirnoqlariga xiyni yoqqan, desi erga, ayol desi ayolga o'xshamaydigan 23-24 yoshlar atrofidagi raqqaslar ballarini to'lg'ab, ko'kraklarini titirtib, bo'yinlarini etib, ko'z qisib, barmoqlaridan qos chiqarib usul o'ynayotdi. Ularning usul o'ynayotgan chog'dagi nozlik qiliqlari sho'x juvonlardan qilishmaydi. Sulton Mahmudxon bilan Amir Baglarning yanidimi yosh qorami, kiyinishi, zilvoligi, nozukligi usul o'ynayotganlardan farqlanmaydigan yigitlar o'tirishgan edi. Ular yenidagi amirlarga nozliq erkilaydi, sharab tutadi. Dasturxonga go'shtlarni tutib, amirlarning og'ziga sep qo'yadi. Bular Sultan Mahmud Mirza bilan Amir Baglarning cho'hralari edi. Cho'hra, bachcha, jinisdosh ma'shuq debdi izohatda. Kuyog'li bilan 4 nafar begunoh enalarining qini bilan bo'yalgan taxtda o'ltirgan Sultan Mahmud Mirza hokimiyatni qo'liga elibla cho'ng o'g'li Sultan Mas'ud Mirzaga Yesarni, ikkinchi o'g'li Boysungur Mirzaga Buxoroni berib yo'lga solgandan keyin aksi Sultan Ahmad Mirza yo'lga qo'ygan qonun tuzumlarini butunlay bekor qilib, o'z oldiga yangidan qonun tuzum, jazo, boy seliq, g'alla paraqlarni bekitib, Badaxshondan agashtirib kelgan amir sarkarlariga tayinib, buni qattiq qo'lliq bilan ijro qildi. Norozilik bildirganlarni vahshiylarcha o'ldirdi. Tog'isi Darvish Muhammad Tarxonning hatto butkul Mavara-un-Nahirdagi xalqning ma'naviy dohiysi bo'lgan Xo'ja Abaydullo Ishonning nasihat, iltijolariga quloq solmadi. O'z vaqtida Sultan Ahmad Mirza Xo'ja Abaydullo Ishonning urug' tuqqanlari, murid muxlislaridan elinadigan turli boy seliqlarni kechirim qilib o'tgan edi. Sultan Mahmud Mirza akisining bu farmonini bekor qilib, ulardan majburiy boy seliq oldi. Akisining qarasini tutish u yoqda tursin, yiroq yaqindan qutlaqlab kelgan bey to'rlar bilan bazmi so'rinlarni tuzib, kayf sapa aysh ishratga beshchilab kirib ketdi. Bazmi ishratxo'rlik uning Badaxshondagi vaqtidan tortib yetildirgan odati edi. Shunga hech kim to'sishga jur'at qilolmadi. Zo'r umid bilan taxtda o'tirg'izgan jiyanining saltanatni qo'liga elib-elibla e'tiborsiz muomala qilishi, hadislar Badaxshondan agashtirib kelgan amir sarkarlarini e'tiborlab, o'zini o'rda ishlaridan chatlashtirishi, har xil so'rinlarda ko'zga ilmay behayolik qilishlari Darvish Muhammad Tarxonga qattiq xor kelgan edi. U o'zining biror oy bo'la bo'lmayla ortiqcha odam bo'lib qolganligini, o'rdadagi ilgirki hurmat, obro'y, imtiyozidan ayrilib qolganligini his qilib, yomonlagan hisobda Buxoroga ketdi. Ammo Sultan Mahmud Mirza buningga parvo qilib qo'ymadi. Bu yolg'iz Darvish Muhammad Tarxonning beshiga kelgan qismat emas edi. Samarqand ordusidagi martabalik amirlarning ko'pinchisining yetkichi qo'saq ko'pigi bor edi. Ular yangi xonning bu tangsiz muomalasiga chekidan oshgan rahimsizlik, oyoqsizligiga bardoshlik berolmadi. Darvish Muhammad Tarxon Buxoroga ochiq yutib ketgandan keyin ularning bir qismi Andijondagi Boburning qishig'iga, yana bir qismi Toshkentdagi Sulton Mahmudxonning qishig'iga ketdi va har ikki hukmdorni lashkar tortib berib, Mavara-un-Nahrni Sulton Mahmud Mirzaning zulmidan qutuldirishga da'vat qildi. Demisimi, shu kunlarda butkul Mavara-un-Nahr, jumladan Samarqand, Sultan Mahmud Mirza va uning amir baglarining zulmidan üstülab salgan olvan seliqlardan ajoyib ig'ir kunlarga, kishi o'ylab baxmagan fojiali qismatlarga duchor bo'lgan edi. Assalomu alaykum. Qudratlik adolat panohimning davlat saltanati ziyoda bo'lg'ay. Bazmi so'riniga usupli kirgan Valishahning bergan salimi
usul o'ynayotgan cho'hri yigitning g'iljin qiliqlariga butun diqqati bilan asir bo'lib o'tirgan Sulton Mahmud Mirzoning kayfini uchirib etdi. U paygohda qo'l bog'lig'inicha xushomadgo'ylik bilan hijiyib turgan amirga sat gülaydi. Yer chiqishtondan bir nima chiqqanda qarab turmay joyingni tepib o'ltirsang bo'lmamdi. Uning ig'izga og'siz behayo gaplariga, til haqoratlariga amirlar ko'nik edi. Shu topda uning bu haqorati Valishahga ta'sir qilmagandek qiladi. Adabsizligimni kechirgaylar oliylar, dedi u hech bo'lmagandek boyaqa bezan hijiyishni o'zgartmay. O'za kuni oliylarning ko'ngil maylini ram qilib olgan hiliqi derkini qila oladingmi? Oldirab so'radi Sulton Mahmud Mirzo Valishahning gapining oxirini kutmaydi. Valishah qismoqdek egilib ketgan qaddini roslab, mag'rurlik bilan javob berdi. Janobi on hazratimning ko'ngil xushligi uchun daryodan yengni izlashga marg'abatimiz bor. Uni deraklash emas, naq o'zini dargohlarga olib keldim. Yaraysan Valishah. Sulton Mahmud Mirzo yenidagi cho'hri yigit uzatgan bir opqur sharobni ko'pildatib ichayotgandan keyin so'radi. Qinovo, ijozatlarni kutib turibdiman. Darhol boshlab kir. Paypaslab kayniga yongan Valishah ayol o'tmay so'ringa 16-17 yoshlarga kirgan bir yigitni boshlab kirdi. Yigitni ko'rib Sulton Mahmud Mirzoning sho'lgaylari yiqib ketdi. So'rindagi amirlar ixtiyorsiz pichirilishga boshladi. Haqiqatan chiroyli ekan. Xon oliylarining bir ko'rib oshiq beqaror bo'lishi bekor emaskanda. Tangrim adashtirib o'g'il yaratib qo'yganmi nima uni? Barhaq, qiz bolam uningdek chiroyli bo'lmas. Posibonimizning cho'hridan yana omad keldi-da. Bir to'p yirtqichlarning orasiga kirib qolgandek vahimalik titrab turgan yigit haqiqatan chiroyli edi. Hamma ishqi epoba Valishahning alohida jabduq kiyindirgan kiyimlari yigitning egiz, kelishgan bastiga qo'ymi yarashgan edi. Qo'yuq uzun kirpiklari mangziga soy tashlab turardi. Botaloqninkidek chiroyli ko'zlari qo'rqinch ilkida mo'ldirlaydi. Qosharliq kelgan burnining ustiga chekim-chekim ter tapchirab chiqqan edi. Amdil moysi bo'lgan qop-qora burutlari so'zinchoq yuz kiptiga boshqacha husn qo'shgan edi. Yig'ilgan bo'z kerak qopoqlari ishib qizirib ketgan edi. 2 kun avval Valishah qatorliq bir qancha amirlar bilan shaharning sirtidagi ko'hak edirliqining g'arb tarafiga joylashgan bog'i maydonga barobatga mangan Sulton Mahmud Mirzo ko'jim mahallalardan otliq o'tib ketib, yon yo'ldan tuyuqsiz chiqib kelgan bu yigit bilan do'qurishib qolgan edi. Allaqanday bir xiyol ilkida ketib qolgan yigit bir to'p otliq sipohlarni ko'rib, yo oldiga mang'anmay, yo kayniga yanolmay tamtirganicha birdam turib qoldi va sipohlarning o'ttirsida turgan Sulton Mahmud Mirzoning yavat kudak tikilgan ko'zlariga loppida bir qarab, vujudini surbostida vahimi ilkida shartda kayniga o'rilib yugurganicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ajoyib kelishgan bachchikan. Qechib ketdi-da. Sulton Mahmud Mirzo lavlarini tomshitganicha yigit ketgan tarafdan ko'zini uzalmadi. Bog'i maydonga chiqqandimi, yiliqi yigitning ta'rifini og'zidan tushirmadi. Uning ashundoq chiroyli, kelishgan yigitlarni ko'rsa, har amallar bilan qo'liga kirgizib, cho'hri qilib oladigan xuyini obdan biladigan Valishah buni xonga xizmat ko'rsatishning yaxshi fursati deb bilib, 2 kundan beri navkarlar bilan o'sha mahallani izlab yurib, yigitni oxir topgan va xonga in'om qilish uchun majburiy elib kelgan edi. Xon oliylarga salom bermay nimaga xonga qilib tursan? Dedi Valishah vahimidan esni yo'qotgan yigitni silkishlab. Cho'chib ketgan yigit to'rt tarafiga andikib qarab etib, turgan joyiga mokkada tizlandi-da, bo'qildab yig'lab etdi. Rahim shafqat qilsizlar oliylar. Sulton Mahmud Mirzo xeyli kayib bo'lib qolgan edi.
2 kundan beri xiyolidan yer ketmagan chiroyli yigitni ko'rib, hayvoniy nafsi quturashga boshlagan edi. Uni ustiga chiqib ta'lim ber, dedi Sultan Mahmud Mirza bir chet qarab turgan 30-35 yoshlar chamisidagi kesal chiroy ko'rinadigan Cho'hri begiga qarab. Bosh ustiga Cho'hri begi xonga egilib salom berib o'tgandan keyin boshqa Cho'hri yigitlarga chiqroq ovozda baqirdi. Paqirab turishmay ildan bo'lishsizlar. Bachchini ustiga boshlab chiqishsizlar. Ular texchi tizilib turgan yigitni qo'ltiqidan so'rab tegidek saroyning 2-chi qavatiga ip minishdi. Vali Shohga oltin jamda sharob iltifot qilinsin. Sultan Mahmud Mirza Vali Shohni o'zi sharob ichadigan oltin jamda sharob ichishga buyurdi. Xonning levi tekkan jamda sharob ichish katta iltifot hisoblanadi. Bu katta sharafdan hayajonlangan Vali Shoh paypaslig'icha yugurib keldi. Oliylarning iltifotiga ashqalla. U oltin jamdagi sharobni go'pildatib ichib o'tgandan keyin so'rindagi amirlarga mag'rurlik bilan qarab qo'ydi. O'ltir, dedi Sultan Mahmud Mirza xushalliqdan ho'shini yo'qotib qo'yay deb qolgan Vali Shohga qarab. Bugun mening eng aziz mehmonimsan. Yenimda o'ltirib menga xos ulpat bo'l. Vali Shohga oltin jamda sharob iltifot qilganini oz deb, xonga xos ulpat bo'lib, Shohona dasturxondagi xon g'izosiga eg'izdagi sharpiga erishganligini ko'rgan bir qism amirlarning hasaddan ichi odab ketdi. Zuvaningga poq gaplashib qolgandek o'ltirmay hangrashmamsan? Boyqa yigitning beshiga kelgan qismatga hissdoshlik qilibmi yoki Vali Shoh erishgan Shohona iltifotga havas qilibmi aytavur jimib qilishgan sozandilar Sulton Mahmud xonning sat bo'lishi bilan xuddi beshiga ajal qilish tanlangandek cho'chib esini yig'ishdida oldirab sozlarni qo'liga ilib nag'ma qilishga kirishdi. Sharobbozlik yana boshlandi. Cho'hri yigitlar yana usulga tushdi. Orada ko'schiray o'rda qiziqchisi xotinchilik tema qilingan bir yurish hayosiz badviy latifalarni so'zladi. Latifa ta'sir qildimi yoki boyqa yigit esiga keldimi aytavur Sulton Mahmud Mirza osta o'rnidan turib olchanlig'icha saroyning 2-chi qavatiga qarab mangdi. Uni 2 cho'hri yigit qo'ltiqidan yo'lib olgan edi. So'rindagi amirlar uning orqasidan qarab qo'yib pixildab kulishib ketdi. Xon oliylar haqiqatan cho'hriga amroqchimi? Birdam ta'xir qilishga ro'yi bormidi? O'zimi ziyoda baquvvat isla. Yangi cho'hrining payzini rosa surib ketdi-da. Muborak bo'lsin Vali Shoh, martabalar yana o'sadigan bo'ldi. Oltin jamda sharob ichish, shoh g'izosiga eg'iz tegish nima degan katta baxt-a? Degan bilan har ishda aplari bor aslining. Hamrohlarining ham xushomat, ham hasad, ham ta'na aralashgan so'zlarini olgan Vali Shoh mag'rurlik bilan sat qalchaydi. Sulton Mahmud Mirzaning xonlik saltanatiga 6 oy bo'lay deb qolgan edi. Garchi Samarqand bog'laridagi sarg'ayishga boshlagan o'riklar, yo'pirmoqlar orasidan o'zini oshkorlab, ujmalab pishishga boshlagan bo'lsin, qatma-qat olvon siliqlarning dastidan ilki qurib ketgan xalqning bu yoz payzidan zo'q og'idek hafsalasi yo'q edi. Kishilarning chehrada vahima, andishi tumanlari alangitdi. Shaharningovat rastlari tugul, bulung pushqoqdagi ko'chalardan 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan yigitlarni uchratqil bo'lmaydi. Sulton Mahmud Mirza bilan amir baylarning cho'hrilikka tutib ketishidan ansirgan ota-onalar o'g'il bolalarni tala tuzga chiqarmaydigan, ularni qoznoq o'ylarga yoki o'ylalarning xoli yerlarga qo'yilgan maxfiy gamilarga so'lab boqadigan bo'lib yurishgan edi. Aytinglar-chi janoblar. Samarqandda shariat nima ketdi? O'z jinistishiga, yana kelib farzand qo'ramidagi o'g'illarga jimo ta'ruzi qilish bir musulmon podshohga ravomi zodi? Mush kunlarda o'rda adolat dargohi emas, fosiqlar makoniga aylandi. Bu degan ig'ir gunohlardandir. Bundoq gunohdan mahshargohda janob ahmi o'tmaydi. Bu gunohi kabrini ko'rib turib to'smaslikning o'zimi
aşı günahqa şerik bolğanlyk bilen baraberdir. Şäherniň Şeýxzada darwazasy tarapydaki xeyli häşemetli görünedigan oldy we arky tarapy baglyk kasrynyň işkirixanasynda çaza gurup oltyrışgan 6 näper kişi pägah tarapda sahipxananyň orunda olturup sözläwatgan 30-35 ýaşlar çamysydyky söhbetdişiniň her bir sözlerini başlarından işitiş arkaly tasdiqlap oltyratdy. Bular Samarqand ordusydyky bir qism ämirbegler idi. Sözläwatgany bolsa Sultan Mahmud Mirzanyň enisi Sultan Muhammed Mirzanyň küýogly Şeyh Abdullah Barlas idi. Ari, Ämir janaplar etgandek Samarqandlikler pak mezheplik, şeriatçıl, taqwa xalqdyr. Dep eğzaşdy ýaşky çoňrak görünedigan goýuk bomba sakallarga ak arlygan kişi. Pak mezheplik, Sünni mezhebini demekçi, depdi izahatda. Hazreti Peygamberimiz zamanısından tartib, Mavara-ün Nehirde İslam ulemalary şunçilik köp yetişip çıqqan ki, hiç bir vilayetden bunçilik yetişkenligi ma'lum emas. Samarqand taxtida o'tirgan har qanday tojdar ul imamlarni o'zlariga şeriatda rahnamo bilib, saltanat ishlarini şeriat hukmi bilan aqtirib, el yurtda adl adolat o'rnatib, taxt saltanatini mustahkamlab kelgan. Ola bugungi kunda şeriat ahkomlari poyxon bo'lib, fasiqlik vabodek yomrab ketdi. O'ltirganlar Sultan Mahmud Mirzaga bo'lgan noroziligini bas-basda so'zlashga kirishdi. Xon o'zi qanchalik zolim va fosiq bo'lsa, Badaxshandan uning agishib kelgan amirbeglarmi shunchalik zolim va fosiqdir. Buni ozdab Samarqand ordusidagi bir qism xushomatchilarmi bol fosiqlar to'piga qo'shilib ketdi. Anglashimcha Darvish Muhammad Tarxon hazratlarining o'rniga Amrul Umara bo'lgan Xusrav Shohmo Hisordagi vaqtida qo'l ostidagilar bilan hamisha ishqibozlik va zino bilan mashg'ul bo'lgan ekan. Ular shu darajada haddidan oshgan ekanki, Xusrav Shohning navkarlaridan biri biraylarning xotinini bulabdi. Ilk odam kelib arz qilsa, Xusrav Shoh odillik bilan hukm chiqarish u yoqda tursin. Bahramon holda xotining bir qancha yildan beri sen bilan birga bo'libdi. Endi bir necha kun uning bilan birga bo'lsin deb hukm chiqaribdi. Talaga maraz chiqurmal uning chiqargan hukmini ko'mamdigan. Tova, yaratgan Tangrini tonimaydigan mushundaq murtatlarni yer yutmaydi ekan desa. Xusrav Shoh oshundaq zolim, fosiq bo'lg'achqa enisi bo'lmish heliq chiqimchi, badniyat, g'ayvatchi Vali Shohmo ol og'isidan o'tay yaloqchi, suxanchi bo'lib chiqqan ekan. Oz kam 20-25 yilgacha davom qilgan rahmatlik Sultan Ahmad Mirza oliylarining zamonasida el yurt boyashatliq va farog'at ilkida yoshnagan edi. Hamma ishlari Tangrining do'sti, dinning nuri Pir Buzruk Xo'ja Abaydulloh Ison hazratlar tarafidan odil va shariat uyg'un bir taraf qilinib kelgan Samarqand aholisi Sultan Mahmud Mirzaning bu xil zulm va fosiqligiga jon jahli bilan la'nat o'qimoqda. Çoğun kichik boy piqir ra'iyatning hammasi ul fosiq Hajjojga qarg'ish yog'dirish uchun badduoga eg'iz ichib qo'l ko'tarmoqda. Tova, jahonda mushundaqmi odam bo'ladi ekan. Yo Hazrat Ishon pirimizga hurmat qilmagan, yo avom ra'iyatdan hayo qilmagan, yoki shariat ahkomlaridan qo'rqmagan. Zulm fosiqlikqa heris bo'lganini, namoz ibodatni tark etib, sharobni suvdek ishkinini ozdab, cho'kri saqlashga xumorliqini demamdigan ul mal'unning texim mushundaq fosiqning ismini juma namozida xutbaga qo'shib o'qiymiz deysizlar. Kelishgan chiroyli o'g'illarni nat uchratsa, arbab bilan o'ziga cho'kri qilib olsa, baglarining o'g'illarini, o'g'illarining do'st adashlarini, hatto ko'kildoshlarini cho'kri qilib olsa, buning nima degilik?
O'g'lining ko'kildishi degan o'zining farzandi bilan o'xshash emasmi? Bul pasiq, badqiliq hozir Samarqand shundoq darajaga yetdiki, ul mal'ullarning nazarida cho'hri saqlash hunar, cho'hri saqlamaslik ayib sanalib. Ayni vaqtda Lut alayhisalomning qavmimi bachchivozlikqa berilib, jinisdoshlar bilan jima qilib, oqibat Alloh taoloning g'azabiga uchrab, yer yutgan ekan. Yegona qudrat egisining g'azabi tutib, Samarqandga bir balo qazo yuzlanmagaydi deb andish qilaman. Şol boisdan har birlarini maslahatga chillashim. Dedi bayatın beri suhbatdoshlarning so'zlariga jim turib quloq solgan Shayx Abdullah Barlas. Janobi Allohning kalomi bo'lmish Qur'on Karimda bir qavm o'z ahvolini o'zgartirish uchun harakat qilmasa, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi degan oyat bor. Yana texi ko'nglini zikrimdan g'aflatda qoldirgan odamga agashmagan degan hukm bor. Necha vaqtdan beri ko'p o'ylandim. Ra'iyatni kulfatdan qutuldirish, Samarqandni bu pasiqlikdan poklash uchun qanday qilishimiz kerak? Men ul pasiqxonga qaydab, Toshkent, Andijonga ketgan amirlarni do'rab, boshqa yurtga beshimni ep chiqib ketishni or ko'rarman. Chunki Mavara-un-Nahir bizning vatanimiz. Samarqand bo'lsa kindik qanimiz to'kilgan shahar. Uni ul bir to'p pasiqlarga tashlab berib ketsak, erkaklik fazilatimizga yarashmaydi. Shunga ul pasiqlarni yo'qotib, bu zaminni poklash qaroriga kelgan bo'lsam-mu, o'zimning bu cho'ng ishning huddasidan chiqishga yolg'izlik qilganligimni his qilib, har birlar bilan bosh qo'shishni muvofiq ko'rdim. Ayni mudda, dedi Qiyr Amir. Sizlar mushundaq niyatga kelgan bo'lsalar, hamdamda bo'lishni albatta imoniy burchimiz deb bilamiz. Anglashimcha Sulton Mahmudxon bilan Bobur podshoh Toshkent bilan Andijondan lashkar tortib kelib yetibdimish. Shunga sal ta'xir qilib ularning kelishini kutsak, maqsadlarimiz texim nusratli bo'lurmikin deyman. Ularga uncha umid bog'lab ketmislar, janobi Mirza. Dedi Shayx Abdullah Barlas suhbatdoshining taklifini rad qilib. Qo'l ichiga egilur, qog'ining ko'zini cho'qimas debdi. Chunki Bobur podshoh Sulton Mahmud Mirzaning jiyani bo'lsa, Sulton Mahmudxon qayni inisidir. Mundaqcha aytganda ular qarindosh, urug' tuqqanlardir. Ularning Samarqandga lashkar tortib kelayotgani balkim rostdir, ammo maqsad muddolari noma'lumdir. Balkim ular Samarqand taxtigohini ko'zlayotgandir. Xo'sh, ularni taxt saltanatini tortib oldimi deyli? Biroq Sulton Mahmud Mirza yana yashaverdi. Ul mal'un hayotli bo'ladi ekan. Ko'ngan posiq xuyni har yerda qilaverdi. Samarqand uning posiqlik azobidan qutulgan bilan yana bir nas bosgan yurt uning balosiga qoladi. Kaminlarning muddasi o'sha posiqlikni yiltizdan qo'mirib tashlash. Navoda bu ishga jur'at qilishga petinammislar, o'zim yolg'iz jur'at qilaman. Bu yo'lda o'lib ketsam armonim yo'q. To'q yuraklik bilan qo'l bog'lab yashagandan ming afzal. Shayx Abdullah Barlasning oxirgi so'zlari o'ltirganlarning yuragiga tegdi. Vujudini xijillik tuyg'ulari chirmib oldi. Undaq bo'lsa bu o'lim ko'rimni hammaydan tan ko'rayli. Deyishdi ular qat'iy niyatga kelib, yo'lni sil ko'rsatsinlar. Ular bir osh pishimgacha maslahat qilishdi. Amasi shundaq bo'lsin. Havo shundaq isib bo'lsa, yana birer haftadan keyin ujmi pishishga boshlaydi. İşlerimizni ujmi saylisiga to'g'rilaylik. Dedi Shayx Abdullah Barlas maslahatdan rozi bo'lib. U yim yepilgan ishini ichib, sirtda qo'l bog'lab turgan xizmatkorlarga buyruq qildi. Mehmonlarning qo'liga suv berib tamoq tortinglar. Ayol o'tmay dasturxonga qirg'ovul go'shi besilgan zirining mazzilik yeri go'pildab burab turgan polo keltirildi. Qo'sqa ichib ketgan mehmonlar legandagi titrab turgan pologa ishtiho bilan qo'l uzatdi.
Abi Rahmat daryosының bo'yiga joylashgan bu aramgohning hashamati o'rda bog'lardan qilishmaydi. Bugun Sultan Mahmud Mirza bu baqqa Shayx Abdullah Barlasning hujum saylisiga taklif qilishi bilan alohida qadam tashrif qilgan edi. Samarqand taxtida o'ltirgandan beri amirlar har kuni navbat bilan bazmi barobatlarni uyushtirib kelyotdi. U bundaq takliflarning hech qaysini rad qilmaydi. Bugun Bag'da xonning navkarlaridan Shayx Abdullah Barlasning qo'riqchilari ko'pdak qiladi. Xon uchun alohida rastlangan shohona dasturxonga turli noz-ne'matlar mo'l tizilgan edi. Shayx Abdullah Barlas bir taldan xillab uzib kelgan bir legan üzümini xizmatkorning qo'lidan elib Sultan Mahmud xonning oldiga qo'ydi. Bayatın beri dasturxondagi noz-ne'matlarga ishtihosiz qarab yonboshlab yotgan Sultan Mahmud xon üzümini ko'rib asta qaddini rusladi. Yoz faslining bu tunji ne'mati uning ishtihosini tatgan edi. U qo'lini andil üzümiga uzatib turishiga beshi tanglangan ajal qilichidan cho'chib ketdi. Sultan Mahmud Mirzani o'ltirish planini to'liq atrofliq tuzgan Shayx Abdullah Barlas o'rdadagi barliq amirlarni xon bilan birga hujum saylisiga taklif qilib qo'yib, tayyorligini ikki bog'da qilgan edi. Maslahat bo'yicha sheriklari boshqa amirlarni yana bir bog'ga boshlab ketgan edi. O'zi bo'lsa xonni birga boshlab chiqish bahonasi bilan ayrilib olib, bu bog'ga akelgan edi. Xonning xos navkarlarini bog'ning yana bir beshidagi rostlangan dasturxonga boshlab opirib, allaqachon qurolsizlantirib bo'lgan edi. Beshiga o'lim ko'langisi soy tashlaganligini his qilgan Sultan Mahmud Mirza hukmdorlik surini ko'zitib o'kirdi. Haddingdan oshma, badbaxt. Chiroyli qo'lingdagi qilishni tasla. Shayx Abdullah Barlas xonning bu hayvasidan qilchilik tamtirmadi. Ko'zlari uningga nafrat bilan tikilgan edi. Ajallari to'shdi odiylar. Eng yaxshisi shahodat etavasla. Haras, isim qursin. Silidek posiqmal uning tili qandoqmi shahodatga kelsin. Sultan Mahmud Mirza endi ichidagi qo'rqinchni yo'shiramadi. Lavlari titrab, so'g'uq tarladi. Shayx Abdullah Barlasning nafratli qarashlariga bardoshlik berolmadi. O'ltirishning mo sababi bo'ladi. Qaysi gunohim uchun o'ltirmakni niyat qildilar? Sizlarga hech bir yomonlik qilmagan edim. Sultan Mahmud Mirzaning talaffuzi birdan yumshab ketdi. Har bir ig'iz so'zida yelinish bor edi. Menga yomonlik qilmaganliklari rost, dedi Shayx Abdullah Barlas uning ko'zlariga tikilib turib. Lekin bu o'limdan qutulishning bahonasi bo'lolmaydi. Bir elning hukmdori avval tasarrufidagi avomning g'amini yeyishi, ularga zulm solmasligi kerak edi. Lekin siz shunda qila oladingizmi? Taxtda o'ltirganlardan beri avomning ko'zidan yosh emas, qon yiring oqdi. Sizlar boshlab bergan posiqlikni atroflaridagi amir beglari voyaga yetkazdi. Ra'iyatga solgan hisobsiz olgan siliqlarini demayli qo'yay. Cho'hri saqlashga bo'lgan yerismayliklar tufaylidan necha yuzlagan bardam yigitlarimiz ardis erga, ayol desa ayolga o'xshamaydigan nojinis majruhga aylandi. Bu insonga xos qiliqmidi? Aqallisi hayvon jinidimi o'z jinsi dışıga chiqilmaydi-ku. Sizlar hayvondanmi battar posiqlikni qildilar. Xusrav qatorliq malullar bo'lsa, bu posiqlikqa ergashdi. Shu sababdan ra'iyat rasidi bo'lgan qizlardan emas, balog'atga yetgan o'g'illardan ansiraydigan bo'lib qoldi. Pok dinimizni bulg'ab, adolatli shariat ahkomlarimizni poyxon qildilar. Qandaq? Bu gunohlari o'limga loyiq emasmikan? Magar birov sizlarga yoki o'g'illarga ashundoq badqiliqlikni qilib chiqilgan bo'lsa, qandoq qilar edilar? Sizlarni qilish bilan chepish emas, qo'ziqda o'ltirg'izib,
yoki maqatlarga no'g'ish tiqib o'ltirsakmi ozliq qiladi. Shayx Abdulla Barlasning bir-birlab ko'rsatgan paketlari oldida Sulton Mahmud Mirzaning zuvoni tutildi. O'zini oqlig'idek bir eg'iz gapga tilikanmadi. Hozirla no'g'ish tiqib yoki qo'ziqda o'ltirg'izib o'ltirdigandek vahimaga tushib shurkandi. Men tavba qilay. Bir qo'shiq qinimda kessizlar. Endi hargiz unda qishni qilmayman. Keyingi umrimni gunohimga tavba qilib, toat ibodat bilan o'tkazaman. Sulton Mahmud Mirza o'kirib yig'ilib etdi. Lekin qattiq g'azablangan Shayx Abdulla Barlas uning ichinishlik yig'isi va chiroyli va'dalariga qilchilik erimadi. Sizlarning zulm va fosiqliklaridan Samarqandliklar 6 oydan beri zahar yutdi. Dedi u oldin tayyorlab qo'ygan bir piyola zaharni tanglab turib. Aslida mushu gunohlari uchun 6 qitim zahar ishsilimi ozliq qiladi. Kallalarni elib, jasadlarni par-par qilib tashlash loyiq edi. Ammo o'zimizni bir posiq to'ng'izga tanglashtirishni ravo ko'rmaganligimiz uchun jasadlarni butun qo'yishni loyiq topdik. Xo'sh, qani bu bir piyola zaharni bir temim qoldirmay ichivasini. O'ziga zahar ichishdan boshqa yo'l qolmaganligini his qilgan Sulton Mahmud Mirza titrab turgan qo'li bilan piyolani oldida ichidagi zaharni xuddi sharob ichgandek gupla qilib ichiverdi. Men o'z qilmishimning jazosini topdim. Bu gunohimni hech kimga do'ngab qo'yg'im yo'q. Samarqandliklardan bu so'ray desammi kechikdim. Emas, yaratgan Tangrim jazoladi. Sulton Mahmud Mirzaning tili qalbalashdi. Bo'g'zidan biri siqqandek bo'lib, nafas olishi qiyinlashdi. Og'zi, burni, qo'liqidan qon etilib chiqdi. Ondan singoyan bo'g'nicha gulib yiqildi. Sulton Mahmud Mirzaning jasadini tashlab qo'yib, bog'ning eshik oldiga kelgan Shayx Abdulla Barlas qatorliq amirlar 500 nökər bilan sap bo'lib turgan Xusrav Shohni ko'rib turib qoldi. Umumel bu yerda nima ish qiladi? To'qaydagi boqqa ketgan emasmidi? Shayx Abdulla Barlasning xiyolini Xusrav Shohning masxirlik kulgisi uzib qo'ydi. Qandaq, janob amirlar, ishlaringlar muvaffaqiyatli oxirlashdimi? Aslida u bilib qopti-kanda. Sirni kim oshkorlab qo'ygandi? Xusrav Shohning so'zlaridan ishlarining oshkorlanib qolganligini his qilgan Shayx Abdulla Barlas qilichini shartida qinidan chiqardi. Eng yaxshisi bizdan gap so'rmay, chiroyliqcha yo'l bo'shasizlar. Har kim o'z qilmishining jazosini tortadi. Gapga ajab usta hasili janob amir. Dedi Xusrav Shoh birdamla qopqini turib. Bugün ücmi seylisi bahanasida xon oliylari o'z qilmishining jazosini totsa, aniqki, tongli atisi o'rik seylisida menmi o'z qilmishining jazosini tortaman, deyman. Gapim xato emasdi. Shayx Abdulla Barlas Xusrav Shohga qahri bilan tikildi. Nihoyatimi to'g'ri faraz qildilar. Chunki silmi posiqlikda xon oliylaridan qilchilik farqlanmaydilar. Yana tehi enalari Vali Shoh degan so'lamchi yezmi bor? Afsus, silini ikkinchi navbatga tizib xato qilibdimiz. Shayx Abdulla Barlas qilichini egiz ko'tarib hamrohlariga baqirdi. Qani janoblar, qilichinlarni yolg'ashlanglar. Tayinliq mono posiqnimi jahannamga ustayli. Xusrav Shohning birli qo'l siltishi bilan 500 nafar nökeri Shayx Abdulla Barlas qatorliq amirlarni nökar, xizmatkorlar bilan qo'shib burda qilib tashladi. Ilgari Xusrav Shoh o'rdadagi turli ishlardan norozi bo'lib yurgan avomning arz-shikoyatlarini Sulton Mahmud Mirza quloq solmasin, har doim yetkazib ma'lumot sunib turgan Shayx Abdulla Barlasdan qattiq ehtiyot qilib, uning qasriga xizmatkor siyoqida poyloqchi kirgizgan edi.
Yılıq günü bulunğan söhbət, tüzülgən plandan şu günələ xəbər tapqan idi. Biroq Sultan Mahmud Mirza ölsə, taxt saltanatni o'ngcha egiləşini ko'ngliga pukib, hech ishni bilmagan qiyofatga kirib olib, ostirdan Shayx Abdulla Barlasning har bir harakatini poylab turgan edi. Şuna o bugün Sultan Mahmud Mirzaga ergishib olmay, boshqa amirlar bilan mangan bo'lib olib, tang yo'lda yolg'on sabab ko'stib, orqasiga yenib, bu yerga nökarlarni boshlab kelgan va Sultan Mahmud Mirzaning o'ldirilishini kutib turgan edi. Sultan Mahmud Mirza texi o'lmagan edi. Xusrav Shoh nökarlarga bu ishlarni qattiq sir tutishni chekilib, o'lik bilan tirikning oraliqida yotgan xonni o'rdaga elib qaytdi. Ammo orda teviblarga uning kesilini ko'rsatmadi. Sultan Mahmud Mirza ana o'sha holatda 6 kun qiynalib jon uzdi. Xusrav Shoh Sultan Mahmud Mirzaning zaharlanganligini qanday sir tutgan bo'lsa, uning o'limini bir necha kungacha yana shunday sir tutdi. Maqsadi mushu fursatda o'rda xazinasidagi mol dunyoni jiqroq bo'lib olish, shundaqla Samarqand taxtida o'tirish hozirliklarini puxtaroq qilib olish edi. Lekin uning taxtda o'tirish shumniydi, amalga oshmadi. Sultan Mahmud Mirzaning o'lim xabarini anglab xushalliqqa to'lgan xalq Xusrav Shohga qarshi qo'zg'aldi. Ahmad Hojibek qatorliq Samarqandning mo'tabar kishilari bu qo'zg'olonga boshchilik qilgan edi. Davrab turgan g'azabli xalqni besiqtirishga ko'z yetmagan Xusrav Shoh ilojisiz Samarqandni tashlab qochishga majbur bo'ldi-da, Udul Yesarga qarab ot soldi. Chunki Yesarda Sultan Mahmud Mirzaning cho'ng o'g'li Xonzoda Mas'ud Mirza bor edi. U cho'ng Xonzodaga homiy bo'lib, Samarqandga qaytib kelishini ko'ngliga pukkan edi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.